Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisi O'rinova Dilfuza Shukurlayevna. Bugungi darsimiz fiziologiya va sport fiziologiyasi fanidan mavruza o'qiyman. Bugungi mavzumiz endokrin bezlar fiziologiyasi. Mavzu rejasi tashqi sekresiya bezlarida, ikkinchi ichki sekresiya bezlari, uchinchi aralash bezlar, to'rtinchi ichki sekresiya bezlarining klassifikatsiyasi haqida ma'lumot olib boraman. A'zolar, to'qimalar va hujayralarning o'zaro gumoral boshqarilishida ularning ba'zilari alohida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ular modda almashinuviga, a'zo va to'qimalarning funksiyasiga maxsus ta'sir etuvchi moddalar ishlab chiqaradi. Bu modda gormonlar deb ataladi. Grekcha hormon qo'zg'atish, ularni ishlab chiqarish a'zolar esa endokrin bezlar yoki ichki sekresiya bezlar deb ataladi. Odam organizmida 3 xil bez bo'ladi. Tashqi sekresiya bezlariga teridagi ter, yog', sut, so'lak hamda me'da va ichak shilliq qavatida shira ajratuvchi bezlar kiradi. Bularga ishlab chiqaradigan suyuqliklar tashqi muhitga chiqariladi. Shuning uchun bu bezlar tashqi sekresiya bezlar deb ataladi. Ba'zi olimlarning fikricha, jigar ham eng katta tashqi sekresiya bezi hisoblanadi. Ya'ni ishlab chiqariladigan o't suyuqligi ichakka quyiladi va najas bilan tashqariga chiqariladi. Ichki sekresiya bezlari bular odam tanasining turli qismlarida joylashgan bo'lib, ularda ishlab chiqariladigan suyuqliklar organizmning ichki muhitga, ya'ni qon va limfaga quyiladi. Shuning uchun bu bezlar ichki sekresiya bezlar deb ataladi. Uchinchi aralash bezlar. Bularning to'qimasi ikki qismdan iborat bo'lib, bir qismida ishlab chiqariladigan suyuqlik xuddi tashqi sekresiya bezlariga o'xshab tashqi muhitga chiqariladi. Ikkinchi qismi ishlab chiqariladigan suyuqlik esa xuddi ichki sekresiya bezlar singari organizmning ichki muhitiga, ya'ni qon va limfaga qo'yiladi. Aralash bezlarga oshqozon osti va jinsiy bezlar kiradi. Ichki sekresiya bezlarining ahamiyati. Ichki sekresiya bezlar ishlab chiqaradigan gormonlar nihoyatda oz miqdorda, ya'ni grammning milliard qismiga teng. Ammo shunga qaramay, ular odam organizmidagi barcha moddalar almashinuv jarayonlarida to'qima va organlar funksiyasining boshqarilishida, bolalar hamda o'smirlar organizmi o'sishi va rivojlanishiga, ular balog'atga yetishida, odam nasl qoldirishida muhim ahamiyatga ega. Ichki sekresiya bezlarining hammasi birga qo'shilgan holda organizmning endokrin sistemasini tashkil etadi. Bu bezlar odam tanasining turli qismlarida joylashgan bo'lsa ham, ularning funksiyasi bir-biriga chambarchas bog'liq. Ichki sekresiya bezlariga gipofiz, epifiz, qalqonsimon, qalqon oldi, ayrisimon, buyrak usti bezlari kiradi. Gormonlarning bir necha o'ziga xos xususiyatlari bor. Qonga ajratib chiqqan har bir gormon muayyan a'zo va uning vazifalariga ta'sir etib, ularga o'ziga xos o'zgarishlarni chaqiradi. Gormonlar biologik jihatdan faol modda bo'lib hisoblanadi. Masalan, 1 gram adrenalin 10 million baqaning ajratib olingan yurak ishini kuchaytira oladi. Gormon distant ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni qonga tushgan gormon tegishli a'zolarga borib o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Gormonlarning molekulasi birmuncha kichik bo'lganligi uchun hujayra membranasidan va kapillyar endoteliyasidan oson o'tadi. Gormonlar to'qimada birmuncha tez parchalanadi. Shunday ekan, gormonlar organizmda yetarli miqdorda bo'lishi muayyan bezdan doim chiqarib turish zarur. Gormonlar fizik, kimyoviy va fiziologik xossalarga qarab 3 turga bo'linadi. Steroidli gormonlar, bular aminokislota hosilalardan tashkil topgan gormonlar hisoblanadi. Oqsil
peptid birikmalari gormonlari, steroidli gormonlar va aminokislotalar hosillarini tashkil topgan gormonlarga turga oid o'ziga xos xususiyatlarga deb bo'lmaydi. Bu yerda gipofiz bezidan ajratib chiqqan gormonlar qaysi a'zolarni boshqarilishi ko'rsatilgan. Bachadonni, sut bezlarini, buyrak usti bezi, qalqonsimon bez, suyaklarni, tuxumdonni, moyaklarni va buyrak usti bezlarini boshqarib turadi. Uning o'zini esa gipotalamus boshqaradi. Gipofiz bezi u 3 qismga bo'linadi. Oldingi, orqa va oraliq bo'laklardan tuzilgan murakkab bez hisoblanadi. Gipofizning oldingi bo'lagi adrenogipofizga 6 ta gormon ishlab chiqariladi. Ulardan 4 tasi trop gormonlar, adrenokortikotrop, kortikotrop, trenokotrop gormonlar yoki triotropin va 2 ta donotrop gormonlar ishlab chiqariladi. Bu yerda esa gipofiz bezining ko'rinishi tasvirlangan. Qalqonsimon bez, tiraksin va tironin biosintezi tirozin aminokislotalarini yo'ldosh yo'li bilan amalga oshiriladi. Bezda yodli birikmalar, monoyod tirozin va diotirozinlar sintez qilinadi. Qalqonsimon bez gormonlarining ta'siri organizmning metabolitik faolligini oshirish orqali namoyon bo'ladi. Bunda hamma turdagi moddalar almashinuvi, ya'ni oqsil, yog' va uglevodlar kuchayadi. Bu esa energiya hosil bo'lishini kamayishiga va asosiy almashinuv ortishiga olib keladi. Yosh bolalarga o'sish jarayoni va rivojlanish uchun buning katta ahamiyati bor. Bundan tashqari miya to'qimasining rivojlanishi uchun kerak bo'lgan energiya bilan ham ta'minlaydi. Shuning uchun yosh bolalar bu gormonlarning yetishmasligi ham aqlan, ham jismonan barkamolligiga putur yetadi. Qalqon oldi bezlari organizmdagi kalsiy almashinuvi paratgormon va kalsiatonin hisobiga amalga oshadi. Paratgormon yoki paratinin qalqonsimon oldi bezlarda sintezlanadi. U qondagi kalsiy miqdorini oshiradi. Paratgormon kalsition sintezini kuchaytiradi. Bu esa vitamin D3 ning faol metaboliti bo'lib hisoblanadi. Vitamin D3 ning oldiniga teriga, bu esa qalqonsimon bezning bo'rtib chiqqani ko'rsatilgan. Buyrak usti bezlari. Buyrak usti bezlari po'stloq va mag'iz qavatidan iborat. Aldosteron buyrakning distal kanalchalarida natriy ionni reabsorpsiyasini va bir vaqtning o'zida kalsiy ionlarining siydik bilan ko'p chiqarib ketishini kuchaytiradi. Aldosteronning sekretsiyasi ortganda organizmning shishiga, moyilligiga ortadi. Bu esa organizmdagi natriy va suvning ushlanib qolishidan kelib chiqadi. Aldosteron gormon sekretsiyasining pasayishi organizmda natriy va suvning ko'plab chiqib ketishiga sabab bo'ladi. O'z navbatida qon tomirlariga harakatlanayotgan qon hajmi va arterial bosim pasayadi. Buyrak usti bezlari po'stloq va mag'iz qavatidan iborat bo'lib, bular adrenalin gormon ishlab chiqaradi. Bu buyrak usti bezining ko'rinishi piramida shaklida bo'lib, buyrakning ustida joylashgan bo'ladi. Oshqozon osti bezi. Oshqozon osti bezi endokrin faolligini Langergans orolchalari ta'minlaydi. Bitta hujayralar oshqozon osti bezi Langergans orolchasining 60% tashkil qiladi. Ular insulin ishlab chiqaradi. U hamma turdagi moddalar almashinuviga ta'sir etadi, lekin hammadan ham qon plazmasida glyukoza miqdorini pasaytiradi. Insulin kimyoviy yo'l bilan sintez qilingan. Insulin ta'sirida hujayra membranasining glyukoza va aminokislotalarga nisbatan
o'tkazuvchanligi keskin ortadi va 20 martagacha ortishi mumkin. Bu esa oqsillar biosintezi va bioenergetik jarayonlarning kuchayishiga olib keladi. Bu rasmda esa oshqozon osti bezining ko'rinishi tasvirlangan. Jinsiy bezlar. Erkak jinsiy gormonlari androgenlar, testosterondir. Bu gormonlarning qonga o'tishi erkaklarda birlamchi va ikkilamchi jinsiy belgilarning adekvat rivojlanishini ta'minlaydi. Ayollar jinsiy gormonlar bezlaridan tuxumdan estrogenlar va progesteron ishlab chiqariladi. Estrogenlar ta'sirida birlamchi va ikkilamchi ayollar jinsiy belgilari yuzaga chiqishi tezlashadi. Epifiz bezimiz. Bu miya markazida 3-qorincha tubida joylashgan. Odam epifizning diametri 3-4 mm. Bu bez melatonin gormoni sintezlaydi. Melatonin pigment almashinuvi, jinsiy faoliyatni, hujayralar bo'linishini va rivojlanishini boshqariladi da ishtirok etadi. Ayirsimon bez, ya'ni timus. Ayirsimon bez immun tizimining markazi a'zosi bo'lib hisoblanadi. Timozin, tinin, tomotoksin va boshqa moddalar sintezlanadi. Bu moddalar immunitetni turli omillarda, limforeizda, nerv muskullar o'tkazilishiga ta'sir qiladi. Bu rasmda barcha gormonlarimiz tasvirlangan. Nazorat savollari. Odam organizmidagi bezlar qanday guruhlarga bo'linadi? Ikkinchi, ichki sekresiya bezlari qanday tipda farqlanadi? Uchinchi, gormonlar qanday asosiy xususiyatga ega? To'rtinchi, odam organizmida gormonlarning fiziologik ta'siri qanday? Beshinchi, organizm funksiyalarining gormonlar ta'sirida mexanizmi qanday? Oltinchi, ichki sekresiya bezlarida gormonlar hosil bo'lishi qanday amalga oshiriladi? Yettinchi, gipofiz qanday bo'laklardan iborat? Ularning kelib chiqishi qanday? 8. Gipofizning oldingi bo'lagida qanday gormonlar sintezlanadi? 9. Gipofizning orqa bo'lagidan qaysi gormonlar sintezlanadi? Bugungi mavzumiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanada ko'proq va to'liq ma'lumotlar olishingiz uchun Renessans ta'lim universitetidagi kutubxonaga murojaat qilishingiz so'rayman.